Xayrli kech. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston. Bunday funksiyasini birinchi martaba изучаю. Добро пожаловать в чат degan. Aha, narsaki. Qiziq ekan. Mana sizga prямой efirga chiqirga o'yladim-da, bosib qaradim, kelib chiqdi shekilligimda. Mana qararmiz. Shu endi главный bizning больной tema bu narsaki. Boshqirdiston. Endi hozir ishlarni olmayman. Narsaki. Bizning главная тема endi Boshqirdiston, Tatariston temasi ozodlik, svoboda и так далее. Bu потом записка qolarmi bu narsa ekan. Men пока endi bir o'zim so'rasham endi. No, men как обычно всегда bir o'zim so'rasham. Но меня стрим yozarga kishi yo'q. Никому я ничего не предлагал. Ularga men hali пока o'zimni ko'rsatganimda yo'q-da endi. Поэтому va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana bir kishi chiqdi. Sizga rahmat. Shu endi bizning больной tema endi shu ozodlik masalasida независимость Boshqirdiston ham Tataristonni. Mana shu aybirni men qo'zg'alta boshladim endi mana yaqindagina, no bir kishi в поле не воин degan kabi, ruslar aytgan kabi, shularga хотелось бы нас увеличивать, нас как бы создавать группы degan kabi, чтобы mana biz butunimiz jiyilib, ko'payishib, mana shu narsaga biz ozodlikqa harakatimizni ishlarga tegishmiz. Biz onu hozir mana menga 38 yosh, biz hozirdan ishlamasak onaymi? Потом bizni bolalarimiz bilmaymiz nindi davlatda yashashagin. Shunlarga biz hozirdan biz onu narsaga qaramasak, bizni bu Putin, Habirov shunday kishilar bizni yo'g'altib, полностью bizni tege narsa desam bo'ladi, истребить etirga mumkin. Shuning uchun bilmayman endi mana разный temalarni men so'layman endi, onda eshitganimni, novostida so'laganlarni so'layman endi. Men bit endi Boshqirdistonda tugul, Tataristonda tugul, chet elda bo'lgach, men uchun butunlay bir только internetdan kelib chiqqanda shunda narsa so'lasa, shuni biz bilamiz. Hali qo'ydan biz shpion tugul, narsaga tugul, biz bilmaymiz narsani qo'ydan tege eshitamiz, shuni so'laymiz endi. Shulay. Ну, а так вот пробный вариант endi bu. Tege efirga chiqu. Bilmayman dars narsa ishlarga. Bir marta тоже bir qobizirga o'ylaganim, qobizilmadi narsagadir. Вот в этот раз qobizildi endi. Mana shu pirada yashaymiz endi biz. Mana onanda yashayman. Hali boraga kerak hali. Mana ularning maktablari endi bu. Shulay. Shu tog' boshlarida da uylar bor endi mana. Shulay. Но Бобидин тоже таки яшав не просто так, это как бы безвыходное положение. Шулай шетелге келіп яшарга туры келе. Мен генә түгел бит инде, меңә ошаганлар күп. Шулай недовольныйлар. Шуның өчен без mana урыслар ничек алып бара хәзер нык шундый мощныйны, әйме системаны, информационный ударлар эшли mana шулай инде, оппозициялар инде. Но аларда әллә нәрсә килеп чыга алмый инде. Но без даже шул дәрәҗәгә дә җиткезә алмыйбыз әле. Потому что безнең кешебез аз. Кеше күбәйтер өчен безгә распространять итәргә кирәк. Кешегә әйбәт итеп аңлатырга кирәк, что мына Башкортстан, Татарстан, biz отдельно яшәсәк, бездә бөтенләй бер булачак. Мына без Европа кебек даже не меньше них, может даже богаче яшәргә может без. Но если мы не будем отдавать все деньги Москвага, поэтому надо исходить нашу тактику вести такую. Мына виноградлар мына в прошлом году тоже были. Тактику такую нам надо вести, чтобы выйти и дань не платить Москвага, bir narsada to'lamasga. Исходя от этого, bizda butun oqsha qolg'ash endi, aymi? Butun oqsha bizda qolg'ash. Ozgina to'xtab turing mana. Butun oqsha qolg'ash
мысли сбиваются, когда едешь. Butun ayvir республикада qolsa, bizga da mana shulay men anarga xatni men еще буду загружать сейчас видосы, где там был я там manda kruг berdim endi. Zo'r kruг berdim. Fermalar onda mana mollari bek mashhur. Fermalar endi bek shabir endi bunda. Частный fermalar, наверное, күтүшесе yo'q. Все огорожено mana shulay сетка bilan колючий, и shul сетка колючий сеткада пасутся коровы, кони degan kabi otlar bor endi. Shuning uchun bizga, чтобы вот эту всю систему fermerlarga yordam beriga, yorillarga, kambag'allarga, бедныйlarga Boshqirdistonni ko'tarish uchun Tataristonda da также, ну, может Tataristonda kishi лучше yashaydi deb bo'lmaydi. Baribir shu ola turgan oqshag'iz 20-30 mingina olasiz bit endi. Ondan ko'p olmaysiz. Исходя от этого, bizga, чтобы увеличить объем, так скажем, yorliqdan chiqirga, boylar yosarga bizni xalqdan нужно создавать для них пути зарабатывания денег. А bizda u yo'q. Habir butun narsani armanlarga berdi. Mana tegi xotin armanlar turida so'ladi. Men uni еще nig'roq so'larga magu. Men по сути armanlarni yoratmayman. И ular еще Boshqirdistonda bizga xo'ja bo'larga o'ylayman. Biz onda allaqo'yda yashaymiz miskin bo'lib, ular onda bizni oqshaga farshit so'g'alar. Bu hal tugul bet endi. Shuning uchun bizga birinchidan zachistка yosarga kerak. Butun правительственный apparatlarni Boshqirdistonda da Tataristonda da полный o'zimizni нормальный politikani olib boradigan kishilarni qo'yishga kerak. Aqlli, нормальный, который не будет крысить, который не будут вообще в голове, у них не должно быть крысячества, потому что ularning oqshasi yetarlik bo'larga tegish. И uni ustidan kontrol eta turgan FSB tugul, FSBni полный olib shu bir FSB bo'lmasga tegish. Полностью kontrol eta turgan мощный davlatni bo'ysungan kishilar kerak, которые будут только действовать ради республики. Если даже кто-то там косякнется, президент или кто-то, если там начнет какое-то коррумпирование создавать, все, у кишилер должен не bir kimga da подчиняться etirga tegish tugul, сразу ularni kesib tashlashga tegish любой yog'indan. И в итоге, короче, судить etirga tegish. Но onday xalqni bizga вообще yaqinlashtirishga tugul endi, по сути, onday krisalardan qutulurga. Но ishimizda qolib bit endi shu manqurtlar bilan, boshqirt manqurtlari bek ko'p, tatar manqurtlari endi вообще suvlarga da tugul endi. До хрена и больше hayvonlar. Манкуртларni полностью перевоспитание ishlarga kerak. Kitayda kebek. Men об этом уже где-то говорил. Kitayda kebek перевоспитание, как уйгуров перевоспитывать, манкуртларni мы тоже будем вот таким же образом перевоспитывать. Bu qo'rqituv bo'lmasin. Bu ularga kelajagi, ularni kelajagi, manqurtlarni kelajagi shunday bo'larga tegish, потому что ular urusga bo'ysungan ekan, bizga bo'ysunmay ekan, bizga onday xalq kerakmi? Пока он не перевоспитается, bizga onday xalq kerakmi? Потому что uni bolalari da shunday yo'q bo'la shub, и qolganlari da shunday yo'q bo'la. Исходя от этого, первая задача избавиться от манкуртов. Избавиться от манкуртов значит их перевоспитывать. Tilni o'rgansalar, во-первых, ular manqurtlar tilni da bilmaylar еще. Ну, полностью degradированный tatar bilan boshqirdni millatni buzgan xalq endi u. Manqurt. Ayvat ali narsa endi, ну, boshqa narsalar kelmaydi сразу резко endi. Fignu, короче, musulmon ekan. Значит, biz musulmon жизненный olib boraga tegishmiz. Никакой там у нас не должно быть подобие Дубая. Как Дубайда bizda sistema bo'lmasga tegish. Musulmon ekan. Alhamdulillah, musulmon bo'larga. Лицемерие вообще не противопоказано. Лицемерлар вообще в тапочку должны молчать. Если они лицемерят, они нахрен нам не нужны. Нам нужны такие люди, которые реально рубятся за ислам. Но не такие физики, которые там какие-то секты будут заводить. Я за это против. Мен оларны хуйтады ям сразу. Сугынывай там, потому что олар на самом деле хуйталар олар. Бірсі де нахуй за государство не рубились они. Не рубились. Игилы да, башкасы да нахуй. Куттағыма